kunimiz ekan. Tabriklayman. Dadam onlardan tabriklayman. Salomat tilash, salomat tilash. Ilohi farzandlarni kamolini ko'rdik, ilohi nabiralarni, abiralarni ham kamolini ko'ring. Doimo shularni tarbiyalashsiz, shularni yaxshi soching yayrasin dil, armonlarga to'lmasin hech ko'ngil. Omadimni hadya et qarim. Kuzatuvchilari, mana bugun biz Qo'qon tumani Sharshara restoranida Soniyaxon onajonimizni xursand qilish uchun musofir yo'ldagi o'g'illar nomlaridan tashrif buyurdik. Biz bilan qoling, bizlarni kuzatishda davom eting. Ajoyib tabrik bo'ladi, Xudo xohlasa. Kechiksam xizmatu safardan, yo'limga intizor ko'zlari, dunyoda eng shirin asaldan shirinroq onamning so'zlari. Bag'riga otilsam hidlari, jannatdan kifoya taralgan. Onamning bir parcha jonidan mening ham bir jonim yaralgan. Bag'riga otilsam hidlari, jannatdan kifoya taralgan. Onamning bir parcha jonidan mening ham bir jonim yaralgan. Yetti falakka nolishim, yetsa-da baribir g'am emas. Onam bor, hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Yetti falakka nolishim, yetsa-da baribir g'am emas. Onam bor, hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Allohdan so'rayman erta kech, panohingda asra deb onamni. Kuchim yo'q onamsiz mening hech, ijobat qilganda davomni. Onajon sizsiz-ku jannatim, el uzra topilgan hurmatim. Onajon sog' bo'ling doimo, aytmoqqa cheksizdir rahmatim. Yetti falakka nolishim, yetsa-da